bir rivoyat bo'lardi. Qumga ko'milib yotgan odam haqida. Qumga ko'milib, boshini o'zini chiqarib qo'yib yotsa, oldidan bir odam yugurib juma namoziga o'tib ketayotganmish. "Oy, inson juma namoziga borsang, meni duo qilgin. Hech narsasiz qolganman" debdi. Xo'p, debdi-da, haligi odam qumga ko'milib yotishiga qaraganda bir parcha latta ham yo'qda enini yopgani. Debdilar-da, juma namoziga boribdilar. Juma namoziga borib, Xudoning qudrati bilan namozni o'qib bo'lib, qarangki, payg'ambarga shunaqa desalar, shukr qilsin oladi debdilar. Qaytib kelayotganda qarasalar, hali odam hali ham yotganmish. "Oy, meni arzi dodimni Allohga, meni masalamni payg'ambarga yetkizdingmi? Sen yetkizdim. Shukr qilsang olarkansan" debdilar haligi musofir. Nimamga shukr qilay debdi haligi odam. Nimamga shukr qilay, uyim bo'lmasa, bitta dona qarangki tovog'im, enimga yopadigan bir parcha lattam bo'lmasa, qumga belanib yotibman-ku, nimaga shukr qilaysa, bir shamol turib qumni ham uchirib ketgan ekan. Va haligi odam yalang'och holati g'ujanay bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun Allohga hamd va sano aytaylik. Bugun ko'zimiz ko'ryapti, aqlimiz ravon, enimiz but. Alloh taolodan shu barcha yaxshiliklariga shukrona qilib boraveraylik.